Barchaga salom do'stlar. Sizlar men sport жаңалыктар videoni bosamiz burun arnaga tirkelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Onda boshladik. Alimxanoğlu Bentley кездесуінде qancha soqqa jasagani aniqtaldi. Orta salmaqda WBO belböy yegeri Qozog'istonlik Janibek Alimxanoğlu men Britaniyalik bokschi Denzel Bentley arasındagi кездесуде qancha soqqa jasalgani aniqtaldi deb yozadi. Compass Books axboroti bo'yicha bu кездесуде Bentley jalpi 615 soqqa jasagan, onun içinde 159 soqqa dal tiygen. Alimxanoğlu bolsa 535 soqqa jasab, onun 187 soqqisi ditken yerine jetken. Jeki ko'rsatkichlar bo'yicha 246 da 180 esebimen Alimxanoğlu aldı. Al ağır soqqalar bo'yicha Bentley mıqtı. Esep 435 da 289. Büyürden jasagan soqqa bo'yicha da 41 da 26 ko'rsatkichмен Ulu Britaniyalik alda tur. Al ağır 50 da soqqalar 137 da 125 ko'rsatkichмен basılımdıq Janibek'te. Eske salayıq bugün Las Vegas qalasında o'tgan bu кездесуде Otandasımız torçiler seçimi boyunca 116, 112, 116, 112, 118, 110 hesebimen jenip belböğün qorgap kaldı. 14 nakautu bar Bentley Alimxanoğlu'ndan qarımta suradi. Bugün 13-qarasha kuni Qozog'istonlik Janibek Alimxanoğlu және Britaniyalik Denzel Bentley Las Vegas'tagi boks kesheninde 12 raund ayqasi deb xabarlaydi. Qulata almadi. Alimxanoğlu 14 nakautu bar qarsilasmen 12 raund ayqasda. Bu jekpe-jekte Qozog'istonlik bokschi orta salmaqda WBO titulun qorgap qaldi. Al ayqasdan keyin bokschilar o'z fikrlarini bildirgan kezde Britaniyalik qarimta ayqasin umidda ekanini aytdi. Janibek Alimxanoğlu qarsilasin nega nokautga tushirmaganini aytdi. Men hali chempion bo'laman. Janibek bilan qarimta jekpe-jek bo'ladi deb umiddaman, dedi Bentley ringda turib. Sizlar men sport жаңалыктары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosuvni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizda bo'ladi.